Resulallah, Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetini qo'llangan şeytanın azdırıp ketişidan Allah'a sığınıp panoh talab qilaman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sizlar bizni bütün kainatni yaratgan, bizni dünya və ahiretlik nicatlik yolu bo'lgan haq dini İslam diniga hidoyat qilgan, barliq payg'ambarlarning afzali, bütün kainatning sarxili bo'lgan Hazrat Muhammadun Mustafa sallallahu alayhi ve sellemning ummati qilgan. Hidoyat mash'ili haq bilan batıl o'ttirisini ayiruvchi muborak kalomi ulug' muqaddas Qur'oni Karimni hayotlikning mizoni qilib bergan qudratli Rabbimiz Allah subhanahu va taologa ko'plab hamdlar bo'lsin. Olamlarga rahmat qilib avatilgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatib beruvchi nurliq bir chiroq bo'lgan, qiyomat kuni bütün insonlarga shafoatchi bo'lgan Hazreti Muhammadun Mustafa sallallahu alayhi ve sellem'ge, şu Muhammed aleyhissalatu vesselam'ның ailesiga, şu Cenab-ı Resulullah bilan birga hamma narsani ayamay, haq dinni yetkizish yo'lida harmay talmay kurash qilgan barliq sahobalarga, Cenab-ı Resulullah'ın yo'l-yo'riq ta'limotlari bilan haq yo'lni tepib, haq yo'lda izchil qiyomat kuni qadar davomlashib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Biz Allah subhanahu va taologa hamd sano aytib, Cenab-ı Resulullah'a durud va salom yo'llab bo'lgandan keyin biz maqsadga kelsak, biz yuqorqi darsimizda Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixini o'qishning ahamiyati, muhimligi, aning zo'rligi ve biz musulmonlarga erib keladigan foyda manfaatlari hem bu biz o'qimoqchi bo'lgan bu darslik kitobimizga nashriyatning yozgan bag'ishlamasi hem bu kitobni yozuvchi Ustoz Safiyur Rahman Muborakpurning kitobning maydonga kelishligi sabablar haqida to'xtalgan edik. Endi bugungi darsimiz yana mushu kitobga Büyük Doktor Abdullah Ömer Nesipning yozgan bag'ishlamasidan boshlaymiz darsimizdan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimatu ma'arid Doktor Abdullah Ömer Nesip. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Büyük Doktor Abdullah Ömer Nesip'nin bu kitabı yazgan bağışlamış söz. Elhamdülillahillazi bi ni'metihi tatimmus salihat ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh ve safiyyihi ve halilih edder risalete ve ballagal emanete ve nesahal umme ve terekeha alel mahaccetil beyda leyluha kenahariha sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve radiyallahu an kulli men tebi'a sünnetehu ve amile biha ila yevmiddin ve anna ma'ahum bi'afrike ve ridake ya erhamer rahimin. Amma ba'd. O zatning ne'mati orqali barliq solih yaxshi amallar to'liq bo'ladigan qudratli Rabbimiz Allah subhanahu va taologa ko'plab hamdlar bo'lsin. Kainat ichida
yalğız Allah subhanahu va taoladan boshqa hech qanday iloh yo'q. O zatning hech qanday sherigi yo'q deb guvohlik beraman. Muhammad alayhissalom Allohning bandasi, Allohning elchisi. Allohning süzük bo'lgan bandasi, Allohning do'sti deb guvohlik beraman. Mana bu zot payg'ambarlik vazifasini ado qildi. Payg'ambarlik omonatini yetkazdi. Ummatga samimiy sodiq bo'lib nasihat qildi. Bu ummatni kechasi kunduzga o'xshash oq bir hujjat ustida qoldirdi. Allah subhanahu va taolo shu Janob Rasulullohga, Janob Rasulullohning oilasiga, Janob Rasulullohning barliq sahobalariga rahmat qilsin. Allah şu Janob Rasulullohning sunnatiga ergashgan, shu sunnatga qiyomat kuniga qadar amal qilib mangan barliq mu'min, musulmon birodarlardan Allah rozi bo'lsin. Ular bilan birga bizdan o'zingning afvuchanliging bilan, sening roziliqing bilan rahim qilguvchilarning rahim qilguvchilariga bo'lgan Allah bizdanmi rozi bo'lsin. Biz Allah'a hamda Resulullah durup yollab bo'lgandan keyin ulug' payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati u o'smi qiyomat kuniga qadar har bir mu'min musulmon uchun üzülmez bir ozuqdir. Mana bu Janob Rasulullohning sunnati musobaqaga tushadiganlar musobaqaga tushadigan. Bəsləş kişilər bu haqda bir narsa so'zlash, kitoblarni yozish, bu Janob Rasulullohning sunnat temillari haqida tom kitoblarni yozishga bəsləş kişilər bəslashadi. Janob Rasululloh payg'ambar qilib avatilgandan boshlab ta qiyomat kuniga qadar mushu Janob Rasulullohning sunnati hayot tarixi haqida so'zlash, kitoblarni yozish, tom kitoblarning o'zini yozishga bəsləş kişilər bəslashadigan, musobaqaga tushish kişilər musobaqaga tushadigan shundoq ana davom qiyomat kuniga qadar bu üzülmez bir ozuqdir. Mana bu Janob Rasulullohning hayot tarixi, sunnati musulmonlar uchun, ularning ijtimoiy hayoti, ularning faoliyatlari, ularning so'zlari, ularning o'z Rabbi bilan bo'lgan aloqa munosabatlari, uningdan keyin o'z oila bola-chaqalari bilan, o'zlarining yaqin el-jamatlari bilan, o'z qarindoshlari bilan, o'z ummati bilan, bütün insonlar bilan bo'lgan barliq aloqa munosabatlari ening ustida bo'lishga tegishlik real bo'lgan bir programma, ko'rsatma, amaliy bo'lgan o'rnaklarni musulmonlarga qo'yib berdi. Bu vaqtda Janob Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha val yawmal akhir va zakaralloha kaseera tafsir Ahzabning 21-oyatida dedi. Allah'ning elchisi sizlar uchun Allah'ni umid qiladigan, oxirat kunini umid qiladigan, Allah'ni ko'p yod etadigan kishilar uchun ulgu va namuna bor. Yolbaşımız Ayşe radhiyallohu anha Janob Rasulullohning axloqidan so'ralgan vaqtida Janob Rasulullohning axloqi Qur'on edi degan edi. Ondaqda shaksiz mushu dunyodan o'zlarining dunyo oxiratlik barliq ishlarida ilohiy yo'lga ergashish orqali nijot topishni iroda qilgan her qanday kishining o'ziga büyük Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ölügü tutup meniş lazım. Hem Janob Rasulullah'ның hayat tarixini bu to'g'ri bo'lgan ve ilahi yol degan asosda o'ylanish, tafakkur qilish jihatda tutup meniş lazımdır. Mana bu to'g'ri bo'lgan ilahi yo'lda bizning yo'lboshimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem hayatlıqning barliq hayat ishlarida amali real jihatda yashab kelgan, yashab o'tgan, to'g'ri bo'lgan ilahiy yo'l degan asosda
o'ylanish, tafakkur qilish jihatda Janob Rasulullohning siratini hayot yo'li qilib tutib menish lozimdir. Mana bu Janob Rasulullohning hayot tarixida qo'mondonlar uchun, rahbarlar uchun, rahbarlik ostida turayotgan kishilar uchun, hokimlar uchun, hokim ostida turayotgan kishilar uchun, to'g'ri yo'lga yetaklovchilar, ham rahbarlik qiluvchilar, mujohidlar uchun hammasiga hidoyat, to'g'ri yo'lni ko'rsatish bor. Bu Janob Rasulullohning hayot tarixida hamma sohada yaxshi o'lga, yaxshi namuna bor. Siyosat, hokimiyat, iqtisod, mol, ijtimoiy hayot, insoniy aloqa munosabatlar, ulug'vor axloq, xalqaro munosabatlar hamma sohada Janob Rasul hamma sohada yaxshi o'lga namuna bor. Bugungi kunda musulmonlar albuki ular jaholatning, bilimsizlikning, qaloqlikning azganlariga tushib ketib oldi. Ularning mushu yo'ldan jiroqlashib ketganligi uchun mushu jaholatning, qaloqlikning azganlariga tushib ketib olgan bugungi kundagi musulmonlarning o'zining to'g'rilik holatiga qaytib verishi nima degan loyiq? Hem ularning Janob Rasulullohning hayot tarixini o'zlarininki o'qish programmalariga, o'zlarining o'xshamagan yig'ilish so'rlari, yig'inlarining o'ziga taqdim qilib sunishga nima degan naqliq, nima degan loyiq? Cho'qim bu Janob Rasulullohning hayot tarixi fikri jihatdan huzurlanish, fikri jihatdan zo'qlanish emas. Belki o Janob Rasulullohning hayot tarixida Allah tarafga qaytish yo'li bor. O Janob Rasulullohning hayot tarixida kishilarni isloh qilish, ularning nijot tepishi bor. Chunki o Janob Rasulullohning hayot tarixi Allah subhanahu va taolaning kitobi ulug' muqaddas Qur'oni Karimni amil ijtimoiy hayot, axloqiy jihatdan bir tarjima qilishning ilmiy uslubidir. Mu'min Allohning shariatiga hukm tanlab bağan halatda bo'ladi. Hem insonlarning barliq ishlarida shu Allohning shariatini hokimlik o'rniga tikliguchi bo'lish uchun mushu ijtimoiy hayot, axloqiy jihatdan Allohning kitobi ulug' muqaddas Qur'oni Karimni tarjima qilishning ilmiy uslubidir. Mana mush qo'lingizdagi Rahiqul Maktum nomli bu kitob. Bu kitobni yozuvchi peshqadam ustoz Safiyur Rahmonul Muborak Qur'ninki ko'z ko'rinarlik bo'lgan xizmati ham ko'rkam bir tirishchanligidir. Mana bu ustoz Hijriya 1396-yili tashkillagan mushu Janob Rasulullohning sirat musobaqasida İslam Dünya İttifaqı'nın davetini qabul qildi, chaqiriqini qabul qilgan. Andigan bu kitob tunji qatimliq mukofotga erishdi. Bu kitob İslam Dünya İttifaqı'nın sobiq baş sekretari peshqadam ustoz Muhammad Ali Larkanning birinchi bosmisining muqaddimasida tilga olib o'tilganga o'xshash bu kitob birinchi darajalik mukofotga erishdi. Mana bu ustozni Alloh o'z rahmat qo'yniga olsin. Mana bu ustozni bizdan yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin. Kishilarning bu kitobga yuzlanishi ham ularning bu kitobga bergan baholari intayin yaxshi ham cho'ng bo'ldi. Kitobning dastlabki bosmisining nusxalari to'liq tugadi. Mendan kitobning 3-bosmisiga muqaddima bag'ishlama yezbirish talab qilindi. Men mushu qisqagina bo'lgan muqaddima, bag'ishlama orqali bu talabga ma'qul dedim, bu talabga ijobat qildim. Allah subhanahu va taoladan bu xizmatni o'z roziligi uchun xolis qilib, bu xizmat orqali musulmonlarning o'z realligini,
afzal holatga o'zgarishga olib boradigan, islom ummati uchun islom ummatining yo'qolgan ulug'ligini, saltanatini, shu islom ummatining ummatlarga rahbarlik qilish jihatdagi o'rni, martabasini qaytarib berishni Alloh subhanahu va taolodan tilagan holatda bu qisqagina bag'ishlama bilan bu taklifni, bu talabga ma'qul dedim, qo'shildim. Allah subhanahu va taoloning sizga amal qilgan holatda kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar Muhammad alayhisalom ummati insoniyat uchun chiqarilgan eng yaxshi, eng ilg'or ummat bo'ldinglar. Sizlar yaxshilik buyurishlar, munkardan to'ssizlar. Butun koinotning egisi bo'lgan Allohga ishonisizlar. Mana mushu islom ummatining butkul dunyoda kishilarga rahbarlik qilish martabasi bor mush oyatdan. Mana mush yo'qolib ketgan mush martabasini qaytadan tiklab berishni Allohdan tilagan holatda qisqagina mush bag'ishlama bilan bu talabni qabul qildim. Olamlarga rahmat qilib avatilgan hidoyat payg'ambari insoniyatni nijotlik, xotirjamlik yo'liga yetaklovchi hidoyat payg'ambari Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, shu janob Rasulullohning oilasiga, janob Rasulullohning barliq sahobalariga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Olamlarning Robbi bo'lgan Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Bu muqaddimani yozuvchi doktor Abdullah Umar Nasib. Bu ustoz Saudiya Arabiston mamlakatining Shura majlisining muavin raisi. İslam Dünya İttifaqı'nın sabiq sekretaridir. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimatu ma'al Şeyh Muhammed ibn Ali al-Arkan rahimahullah. Nayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Büyük Ustaz Muhammed ibn Ali al-Arkan rahimahullah'ın bu kitabı yazgan bağışlayız. Yani İslam Dünya İttifaqı'nın baş sekreteri Büyük Ustaz Muhammed ibn Ali al-Arkan rahimahullah'ın bu kitabı yazgan bağışlayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Halık-ı semavati vel arz ve cail-i zulumati vel nur ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin hatimil enbiyai ve rusuli ecma'in. Beşşere ve enzere ve va'ade ve ev'ade enkazallahu bihil beşere minel dalale ve heden nasa ila sıratın müstakim. Sıratullahillezî lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ela ilallahi tasirul umur. Alemlerinin Rabbi olan, asman zımını yaratqıcı, karanlıqni nurni qilg'uchi Allah subhanahu va taolaga ko'plab hamdlar bo'lsin. Barliq payg'ambarlarning eng oxirisi yo'lboshimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hem bu mu'minlarga bisharat bergan, kafirlar agahlan Allah'ın azabından insanlar agahlandırgan, mu'min Müslümanlar Allah'ın cenneti bilen va'da qilgan, barliq kishilarni Allah'ın tavziqi bilen, Allah'ın cezası bilen qo'rqitgan. Allah o orqali insoniyatni osmonlikdan qutqazgan, kishilarni to'g'ri yo'lga boshlagan. Barliq payg'ambarlarning eng oxirisi payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allohning rahmati bo'lsin. Mana bu to'g'ri yo'l Allohning yo'lidirki, osmon zimindagi hamma narsa Allohga xosdir. Bilib qo'yganlar barliq ishlar Alloh tarafiga qaytadi. Biz Alloh hamda Rasululloh durib yo'llab bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo öz elçisi Muhammadur Rasululloh sallallahu alayhi ve sellem'ge şefaat qilish huquqini, yüksek mertebeni berdi. Hem Müslümanlarni Cenab-ı Resulullah'a muhabbet bağlaş, Cenab-ı Resulullah'ni yaxshi ko'rishga yetekledi. Hem Cenab-ı Resulullah'a ergishishni Allah subhanahu ve taola'ni yaxshi ko'rishning qatoridan qilib berdi. Dedi Allah Teala: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
ve yaghfir lakum zunubakum. Siz Muhammed Aleyhisselam, eğer sizler Allah'ını yaxşı görmekçi bolsanlar, bana ergişinglar. Allah sizlerini yaxşı görürdü. Allah günahlarını keçirme kılıdı dedi. Mana muşu qalblarni Cenab-ı Resulullah'ni yaxşı görüşki talpinadigan qilib qo'ygan sabablarning qatori. Hem qalb bilan Cenab-ı Resulullah o'rtasidagi aloqa munosabatni ching'itadigan, sabablarni izlaydigan, Cenab-ı Resulullah'ning muhabbatiga qalblarni qalblarni talpinadigan sabablarning qatoridan bo'ldi. İslam teni atqandan başlap Müslümanlar bu Cenab-ı Resulullah'ның yaxşı iş izlerini namayan qilish, Cenab-ı Resulullah'ның xushpuraqliq hayat tarixini taqtishga bəslişib musobaqalashib kelyapti. Cenab-ı Resulullah'ның hayat tarihi, sirati, o Cenab-ı Resulullah'ның sözü, Cenab-ı Resulullah'ның qilmishlari, Cenab-ı Resulullah'ның isil ahlakıdır. Yolbaşçımız Cenab-ı Resulullah'ның ayali, hem yolbaşçımız Ayşe radhiyallahu anha şunda degan idi, Cenab-ı Resulullah'ның ahlak Kur'an idi degan. Kur'an Allah'ның kitabıdır. Allah'ның toluq sözüdür. Kimki şunun o'xshash bo'lsa, o adamların en yaxşısı, en mükemmel Allah'ның məxluqlarının muhabbetiga en layık kişi oldu. Müslümanlar davamlıq Hicriye 1396 yılı Pakistan'da içilingan Uluq Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның tercümanı hakkındaki tuncu nöbetlik İslam Kurultay yığını enindin barlıqı kelgen muş qimmatlik muhabbetki esilip geldi. Mana bu İslam Dünya İttifakı bu yığında enin sommasi Saudi 150.000 riyal bo'lgan iqtisodiy mukofotni e'lon qildi. Mana bu mukofot tuvangi shart bo'yicha Cenab-ı Resulullah'ның sirati haqida yozilgan eng yaxshi 5 tadqiqot, 5 parcha kitobga taqtilib beriladi. Birinchi shart mushu tarixiy hodisalarni tushish, yuz berish e'tibori tartibi bilan hamma tarafdan mukammal bo'lish lozim. Ikkinchidan, bundan burun ening nashri ilgari bo'lib boqmagan yaxshi bo'lish lozim. Üçüncüden, bu Cenab-ı Resulullah'ның siratida tadqiqot etib boquvchi bu siratni yozish jarayonida eninga asoslangan ilmiy manbalarni, qo'lyozmalarning hammasini tilga elib o'tish lozim. To'rtinchidan, tadqiqotchi o'zining hayoti haqida va o'zining yozgan asarlari bo'lib qolsa, şu eserlerini özünün ilmi salayetini tilga elish bilan o'zining hayoti haqida tafsili mükemmel bir tercüme haline yozish lozim. Beshinchidan, tadqiqot aniq ochiq bir xat bilan yozilishi kerak. Bu xat nusxasi xat besish mashinasida yaxshi urilish lozim. Altıncıdan, tadqiqot Arap tili bilan ondan başqa canlıq tillar bilan qabul qilinadi. Yettinchidan, bu tadqiqotning qabul qilinishi Hijriya 1396 yil Rabiul Sani'ninki oq kunlaridan boshlanib Hijriya 1397 yil Muharram oyining oq kunlari bilan oxirlashadi. Qabul qilish vaqti. Yettinchidan, bu tadqiqotni Makka Mukarramadagi İslam Dünya İttifakı'nın baş merkeziga eg'izi pechatlangan bir lipapi ichida topshirildi. Ve onun baş merkez sıfırlık bir numar koydu. 9'uncusu muş iş doğrusu çoğun alimlardan terkip tapkan en âli bir komitet bu tadqiqotni
ko'zdan kechirish xizmati bilan turdi. Mana mushu e'lon, mushu uqtirish Allah öz elchisi Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin muhabbetine bergen alimlarning musobaqalashiga turtki bo'ldi. İslam Dünya İttifakı bu tadqiqotni arab tili bilan, ingliz tili bilan, urdu tili bilan, ondan boshqa tillar bilan qabul qilishga tayyorlandi. Hurmatli qarindoshlarimiz o'z tadqiqotlarini yuqorida deb o'tilgan mushu tillar bilan avatishga boshladi. Mana bu tadqiqotning soni 171 tadqiqotga yetdi. Mana bu tadqiqotlarning ichida 84 arab tili bilan yozildi. 64 urdu tili bilan, 21 ingliz tili bilan. Faqat Fransiya tili bilan bir tadqiqot bor. Rusaviyat tili bilan bir tadqiqot bor. Mana bu İslam Dünya İttifakı bu tadqiqotni muzokara qilish, bu tadqiqotni mukofotga erishish, haqliq bo'lish bo'yicha radga tizish uchun cho'ng olimlardan bir komitetni tashkilladi. Mukofotga erishuvchilar tuvanki tartib bo'yicha bo'ldi. Birinchisi, Hindistonning Salafiya universitetidan peshqadam ustoz Safiyur Rahman Muborakpur birinchi darajalik mukofotga erishuvchi bo'ldi. Bu ustozning olgan mukofot sommasi 150 ming Saudi riyoli bo'ldi. İkinci derecelik mukofotga erishuvchi Hindistonning New Delhi İslam Milliyat Universitetidan Doktor Majid Ali Khan ikinci derecelik mukofotga erishuvchi bo'ldi. Bu ustozning erishgan mukofot sommasi 40 ming riyol Saudi bo'ldi. Pakistanning İslam Universiteti reisi Doktor Nasir Ahmad Nasir 3. derecelik mukofotga erishuvchi bo'ldi. Bu ustozning erishgan mukofot sommasi Saudi riyoli 30 ming bo'ldi. Misr Arab Cumhuriyeti'den Ustoz Hamid Mahmud Muhammad Mansur Limut 4. derecelik mukofotga erishuvchi bo'ldi. Bu ustozning erishgan mukofot sommasi 20 ming Saudi riyoli bo'ldi. 5-dan Saudi Arabiston mamlakati Madina Munavvardan Ustoz Abdusalom Hashim Hafiz 5. derecelik mukofotga erishuvchi bo'ldi. Bu ustozning mukofot olgan sommasi 10 ming Saudi riyoli bo'ldi. Mana bu İslam Dünya İttifakı Hijriye 1398 Şaban ayida Karachi'de echilingan tunji qatimliq Osiyo Islom qurultoy yig'inida mukofot erishuvchilarning ismlarini e'lon qildi. Bundan burun barliq gezi jurnallar e'lon qilgan o'xshash. Mushu munosabat bilan ening bosh shtabi Makka mukarramada bo'lgan bu İslam Dünya İttifoqining bosh markazi Padişah Xan alileri Emir Saud ibn Abdul Muhsin ibn Abdul Aziz'nin riyasetçiligi ostida cho'ng bir yig'ilish marosimini o'tkazdi. Makka mukarrama rayonining boshliq vakili Makka mukarrama rayonining amiri Xan alileri Emir Pavvaz ibn Abdul Aziz'ning vakolati bilan mana bu ustoz bu mukofotlarni o'z egillariga taqib berish bilan marhamat qildi. Mana shu mukofotlarni taqdish Hijriya 1399 yil Rabiul Avval oyining
12. kuniga to'g'ri keldi. Tadqiqot Hindistondagi Salafiyat dashursidan peshqadam ustoz Safiyur Rahman Muborakpurning tadqiqoti. Chunki bu tadqiqot birinchi darajalik mukofotga erishguchidir. Mana bu mukofotga erishguchi qolgan tadqiqotlar tartib bo'yicha oqidan besilib chiqadi. Allah subhanahu wa ta'aladan bizning hammamizning amalini o'zining roziligi uchun xolisona holatda qabul qilishni tilaymiz. Cho'qim Allah subhanahu wa ta'ala nima degan yaxshi xo'jayin, nima degan yaxshi yordamchidir. Allah bizning yo'lboshchimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, Janob Rasulullohning oilasiga, Janob Rasulullohning barliq sahobalariga Allah rahmat qilsin. İslam Dünya İttifakı'nın baş sekreteri Muhammed ibn Ali el-Harkan. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.